Assalomualaikum sizlar bilan Craft va bugungi videoligimizda biz akam bilan yana 100 ta yalmog'izlarga qarshi jang qilamiz. Hammaga rahmat, biz 500 ta obunachiga erishdik. Yana obuna bo'lishni davom eting. Bolalar, sizlar ham Nova serveriga qo'shilinglar. Bo'lmasa biz videomizni boshladik. Go bo'lmasa. Bo'lmasa oltin olmay voy. Bismillahirrohmanirrohim. Xullas yalmog'izlar. Mana bitta ke. Meni qilatim bu yalmog'izga az bizi öldürüp koydu. Neye oldu? Akşam ölüp kalandı. Kelinimiz yok bulardı. Biz başladık. Bu akalar azim saat yaptığımız ile geçiraslar. Oyda. Olmalar diye. Bunlar başka oldu. Opa, уже mashinchasi chachilib ketdi akalar. Men qilichim mashinalariga juda. Yo'q, narsalar o'sha turibdi. Hamma har birimiz ustidan jon borligini aytishni unutdim. Bolalar, obunachilar biz 550 ta obunachiga yaklaştık. Tezroq obuna bo'linglar, men videolarni ham ko'paytira oldim. Yaxshi. Oltin olmalardan yeb yashab. Akalar, boshlaymiz. Yana tezroq o'yinga qo'shiling. Do'stlar, yomon. Tezroq. Narsalar yutmang. Qarab bir bo'lmasam qoqilib tushasa. Ana aytdimmi, qoqilasan dedimmi? Ozlab qolishdi bular. Savol bor-da, mana shu yalmog'iz buni nimaga ishgan bilasizlarmi? To'xtab turib o'ldirmay turib. Mana shu yalmog'iz buni nima ish qilgan bilasizlarmi? Bir kun yo'lda ketayotganda sakrab qo'ygan, burr o'tib ishib qo'ygan. Qarshida asab buzmaslik kerak edi, o'shancha ko'chdan qisish kerak. Mana shuni men yo'q qo'yaman deb aytiraman. Buni da esladingmi? Ha. Yo'q, akalar videoni ko'rdinglar, video yoqqan bo'lsa videoga bir dona like bosib, kanalimga obuna bo'linglar. Maqsad 1K bo'lish. 2026-yil oxirigacha 1K obunachi. Ayni 1K bo'laylik. Iltimos sizlarga, shuncha nimalarga.